Qisqasi, Jahon chempionati oldidan sensatsiyalar boshlanmoqda. Jahon chempionatiga asosiy da'vogar sifatida ko'rilayotgan bir nechta terma jamoalar o'rtoqlik uchrashuvlarida kutilmagan natijalarni qayd etdi. Jazoir Rotterdamdagi bahsda Niderlandiyani 1-0 hisobida mag'lub etdi. Eslatib o'tamiz, 8-iyun kuni Niderlandiya bilan O'zbekiston ham o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. 2-iyun kuni O'zbekiston Kanadaga 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchragan bir paytda yana bir sensatsiya. Iroq terma jamoasi kuchli Ispaniya bilan 1-1 hisobida durang o'ynadi. Avval ispanlar hisobni ochgan bo'lsa, iroqliklar tezda super gol bilan javob berishga muvaffaq bo'lishdi. Yana bir gigant Fransiya esa o'z maydonida Côte d'Ivoire'ga 1-2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Afrikaliklar ikkinchi bo'limda 2 gol urib, comeback amalga oshira oldi. Portugaliya, O'zbekiston va boshqa mamlakatlardagi sport jurnalistlari esa hazillashib, Niderlandiya, Ispaniya va Fransiya kabi O'zbekiston ham kuchli jamoa sifatida Jahon chempionati oldidan ataylab o'rtoqlik o'yinida yutqazib berishgan degan ma'lumotlarni tarqatishmoqda. Bunga ishonishni xohlaymiz albatta. Sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozing.